Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomatmisizlar azizlarim? Omonmisizlar? Yana bir tongga yetkazgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Ulug' payg'ambarlardan Kalomulloh nomi bilan mashhur, vositasiz Alloh taolo bilan gaplashgan Muso alayhisalom haqlarida shunday bir voqea keltiriladi. Muso alayhisalomning huzurlariga bir ayol keldi. Ey Muso, ey Allohning ulug' payg'ambari, Allohga duo qiling, menga farzand ato qilsin, dedi. Shunda Muso alayhissalom qo'llarini duoga ochganlarida Allohdan nido bo'ldiki: "Ey Muso, men bu ayolni tug'mas deb yozib qo'yganman." Muso alayhissalom bu xabarni ayolga yetkazdilar. Ayol esa Muso alayhissalomning huzurlaridan yig'lagan holatda chiqib ketdi. Oradan kunlar o'tdi, oylar o'tdi. Haligi ayol kunlar o'tib, oylar o'tib yana Muso alayhissalomning huzurlariga keldi. Ey Allohning ulug' payg'ambari, haqimga duo qiling, Alloh menga farzand ato qilsin, dedi. Shunda Muso alayhissalom qo'llarini duoga ochganlarida Allohdan yana nido bo'ldiki: "Ey Muso, men bu ayolni tug'mas deb yozib qo'yganman." Muso alayhissalom bu xabarni ayolga yetkazdilar. Ayol esa yana yum-yum yig'lagan holatda Muso alayhissalomning huzurlaridan chiqib ketdi. Oradan kunlar o'tdi, oylar o'tdi, yillar o'tdi. Muso alayhissalom ko'chada ketayotib haligi ayolga ko'zlari tushdi. Bu ayol bag'riga bir go'dakni bosgan holatda ketib borardi. Muso alayhissalom bu ayolni tanidilar, darrov yoniga bordilar-da: "Ey ojiza, sen masmiding Alloh farzand berishligi uchun mendan duo qilishligimni so'ragan ayol?" deganlarida haligi ayol: "Ha, o'sha men edim ey Muso, Alloh menga farzand ato qildi", deb javob qildi. Muso alayhissalom hayron bo'ldilar. "Ya Robbim, ya Alloh, bu ne sinoatki, bu ne mo'jizaki, sen bu ayolni tug'mas deb yozib qo'yganman degan eding-ku", dedilar. Shunda Allohdan shunday nido bo'ldi: "Ey Muso, bilib qo'yginki, bu ayol mening rahmatimdan, mening mag'firatimdan shunchalik umidvor ediki, u chin ixlos bilan, chin muhabbat bilan, chin iymon bilan menga har doim duo qilardi. Unga men farzand ato qilishligimga shunchalik ishonib duo qilardiki, ey Muso, bilib qo'yginki, rahmatim g'azabimdan ustundir", dedi. Azizlar, Alloh taolo shunday karami keng zotki, agar undan bir ne'matni, bir yaxshilikni chin ixlos bilan, chin muhabbat bilan, chin iymon bilan so'ralsagina, albatta Alloh taolo berishlik va'dasi bor ekan. Alloh barchalarimizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.